Vatandaşlık yana devamı. Avval çislağını etayla bugün çislağa. 2023 yıl 4. ayının 19. günü. Haftaki çarşamba vatandaşı. Şundak dedik mi? İkinci. Çünkü Rusya belgelengen müddet içinde iki tarafga foydaliq bo'lgan harbiy ishlar istihbarotini o'zaro almashtirib keldi. Bu ushur istihbarot ushurlari ko'p qatlamli edi. Çünkü Rusya harbiy ishlar taraflari bilan shakllanib qolmaydi. Çünkü Rusya harbiy ishlar taraflari bilan shakllanib qolmaydi, balki Amerika, Avropa qatorliq davlatlarning harbiy ishlar istihbarot xabarlarini o'zaro almashtirishni, çünkü Rusya o'zaro almashtirishni o'z ichiga oladi. Uchinchi, Rusya çünkü harbiy ishlar texnika sohasida hamkorlikni kuchaytirdi. Bundan keyin. To'rtinchi, çünkü Rusya Iroq Sharq rayonida, Yevropada hamda quruqliq, dengiz, havoda o'xshash bo'lmagan harbiy rayonlarda birlashma manevr o'tkazdi. Prezident Vladimir Putin oshkorlagan yuqorqi 4 nuqtaliq harbiy ishlar hamkorligi uchuridan qaraganda, Prezident Vladimir Putin bilan Rais Xi Jinpingning Moskvada o'tkazilgan maxfiy suhbatida harbiy ishlar hamkorligi intayin muhim o'rin tutdi. Beijing matbuotlarining tezini bassa mezini bassa tezi chiqib turganligi Amerikaning embargo qilishidan ansirganlikdan boshqa narsa emas. Bu obzorchi Jushoxoyning fikri. Yana bir xabar vatandoshim hamda xabarimiz tugadi, asos xabarimiz tugadi juma. Yana bir xabar. Nima ahvol yuz berdi? Rusya misli ko'rilmagan bir ish ahvolda. Rusya misli ko'rilmagan bir ahvolda qistab kelib, ifoda bildirdi. Mavzuli xabar 4. ayning 18. kuni Vanve Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Vladimir Putinning axborot kotibi, Kreml sarayining bayonotchisi Dmitriy Peskov shu yer vaqt 18. kuni mundaq ko'rsatdi. Rossiya Federatsiyasi Ukraina to'qinishini hal qilishning har qanday chorasini anglashni xohlaydi. Faqat Moskvaning foydasiga muvofiq bo'lsa, Ukraina to'qinishini hal qilishning har qanday choralariga quloq soladi. Ya'ni Rossiya. Yaqindan beri Rossiya ishiltayotgan, kechiringlar, Rossiya yollanma qo'shinlarining boshlig'i Prokin Ukraina urushini to'xtatishni murojaat qildi. Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov urush to'xtatishni xohlaydiganligini bildirdi. Rossiya Dumaning a'zosi, Donetskiy qo'rchoq hukumatning vaziri Aleksandr Borov mundaq ko'rsatdi. Rossiya Ukraina urushi Aleksandr Borovda ekan, Aleksandr Borovda. Mundaq ko'rsatdi. Rossiya Ukraina urushi 1-2 oy ichida oxirlashgandan keyin Kreml sarayi yana bir qatim ifoda bildirdi. O muhim shundaq mislsiz, shundaq mislsiz ifoda bildirish bo'lib qoladi. Bugungi ifoda bildirish, mislsiz ifoda bildirish. Urushdan keyin 2 oy ichida urush to'xtaydi. Urushdan keyin Rossiya yana ifoda bildirdi. Bu ham shundaq mislsiz ifoda bildirish bo'lib qoladi. Strategik muhim joy. Bakhmutga shiddatli hujum qilgan Rossiyaning yollanma qo'shini
Wagner guruhi yaqında. Tashqari dunyoga mundaq ko'rsatdi. Ukraina armiyasi 80 ming kishilik zo'r qo'shin tayyorlab, ehtiyoj pasillik qaytarma hujumga o'tdi. Uning ustiga uzilmay kelayotgan G'arb dunyosining harbiy yordami hamda Amerikaning Bradley belgilik urush mashinasi. Urush oldingi sepiga, Ukraina Rossiya urush oldingi sepiga yetib kelganda, Rossiya armiyasi beshiga ofatning yetib kelganligini his qildi. Navbatda Rossiya tinchlik suhbatiga pozitsiyasini yavaşlashtirdi. Bu ish Prezident Vladimir Putinning Rossiya-Ukraina urushida hamda putirab turolmaydiganligini oshkorlab berdi. Leksiyalarimiz tugadi vatandoshlar, tuvanda sizlar bilan bir mavzu ustida muhokama olib boramiz.